Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana qo'yimizni sindiroz kasalligi bilan diagnoz qo'yib, buni miyasini ochdik. Nasib sardingni qurtini olamiz bunun ichidan. Sindiroz qurtimizning ichidagi suvi chiqdi hozir. Endi nasib bo'lsa hozir o'zini chiqarishga harakat qilamiz. O'sha sindiroz qurtimizni olib chiqdik. Mana to'liq yetilgan holatdagi jarayoni, mana urug'lari baylangan, qarang. Maşallah nasib bo'lsa, aziz obunachilar, mana qo'yimizdan chiqqan sindiroz qurti, qo'yimiz holati yaxshi, dam olyapti. Mana ki. Bitta like va podpiskani ayamaysizlar, inshaalloh zo'r bo'ladi. Obunachilar, mana aziz obunachilar, mana qo'yimiz nasibsa videoning davomini qo'yib boramiz. Kuzatishda davom etingizlar. Mana qo'yimiz operatsiyadan chiqdi. Zo'r. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kecha operatsiya qilgan qo'yimizning holati bugun 2-3 kun bugun mana qo'yimiz yaxshi holatda yozilyapti. Bug'doylarni yeyapti. Aylanishlar to'xtadi. Davom etamiz. Xudo xolasa yana oxirigacha qo'yib boramiz. Videolarni kuzatishda davom eting.